Assalomu alaykum. Tadbirkor ukalarimiz mana sizlarga bunaqangi tepaga loy tartibini olib chiqib qo'ydik. Lombos umuman olganda tepaga tufaqir loy olib chiqishga bir qop sementni ko'taradi. Bir qop 50 kiloni ko'taradi. Aslida odamni ko'taradi, odam tavsiya qilmaymiz. Bu likillab ketib odam yiqilib tushish ehtimoli ko'proq. Mana hozir pulti bor. O'zi to'xtaydi. Endi tushirishga bosiladi. Qolagan joyi to'xtataverasiz mana. Endi chiqarishga bo'lsa, bitta bosib turilsa o'zi mana o'zi o'chadi. Tepadagi odam qolagan joyiga, masalan, lesada turgan odam bo'lsa, yo bo'lmasa 10 metr yo 8 metr tepada turgan odam o'ziga moslab, o nakanashlikda qo'yib olaveradi, o'sha to'xtaveradi. Pastdagi odam loy chiqqandan keyin loyni olish bilan bitta bo'lsa pastga tushadi. Hozir endi apasli bo'lsa ham o'zim chiqib ko'tarib qo'yuvchi, ko'taralarmi? Voy. Hoy. Men o'zim 80 kiloman. O'sha apasli buni takrorlab tavsiya qilmaymiz. Ular qo'ygan. Mana shu narsa mana. Bitta odamni ko'taraverar ekan. Tezligi ham zo'r. Hozir pultni men qo'yib-qo'yaveryapman. Endi mana pulti ham bor bitta. Buni endi oyoqqa ham nima qilsa bo'ladi, mana. Bunga bir maxsus bironta moslama qilamiz. Shtobi ustalarga oson bo'lishligi uchun buni pedali bor, o'sha pedaldan qo'yamiz. Mana shu ustiga loy bo'lib ketsa ham, endi ustini g'ilov qilib turib, qanaqadir shu oyoqqa mo'ljallayman turibman, shu narsa kerak bo'lar ekan. Nimaiki ustalarda qo'l loy bo'lsa, mana uni kimdir bosish kerak bo'lsa, hatto g'ilofi ham bor ekan ustidagi. Endi nima bo'lsa ham, oyoq bo'lsa, loy bo'lsa ham ishni saqlagan qilish kerak. Endi bosilsa mana tushaveradi. Loy olib kelgan odam shuni marta qo'yib olsa, bo'ldi. Tushunarli bo'ldi o'ylayman. Endi qarang, bu hozir shu turisi 3 metrda bu. Ayoz mana ulansa, mana bu ulanib ketaveradi bu. Bu ulansa 6 metr bo'ladi. Ana bu yerda yana nima narsalari bor. Bu profil tushadi. O'zi mana bunga kiradi bu. Ketaveradi dalshi mana ulanib ketaveradi bu. O'zi mana qotirib kelganlari bor. Bu to'xtaydi mana bunga o'xshaydi. Mana shu hozir ulanib turibdi. Endi bo'shatib tursa, bu 2 kilometr chiqadi. Zakonniy. Bitta seli temirga o'xshab qolgan. Buni uzunligi hozir 12 metrlik bu. Endi 12 metr degani bu 3 etaj dom degani, men Alloh alam bilmayman domlarni qancha bo'lishligini. Shunaqa narsa. Buni narxi hozirgi kunda $500. $500 ga shuni beramiz. Hozir bitta ekzemplar kelgan. Nima deydi? Buni arendaga ham chiqarishimiz mumkin. Lombos qilaganlar o'zi sotib olsa bo'ladi. O'sha biz har doimgidek o'zimiz ishxonamizdamiz. Hozir pastga telefon nomerlarini qo'yib qo'yaman. Telefon qilaverasizlar. Bo'lmasa Telegramda yozsangiz ham bo'ladi. Telegramda videolarni chiqib beraman. Sog' bo'ling, salomat.